Samarqandda, Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma: Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Diqqat, tezkor xabar. O'zbekistondan Rossiyaga migrantlar borishi kamaymoqda. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisyasi tugmalarini bosib qo'ying. Toshkentdagi Ma'no tadqiqot tashabbuslar markazi direktori Baxtiyor Ergashevning so'zlariga ko'ra, kelgusi yillarda Rossiyaga ishlash uchun kelayotgan o'zbekistonlik mehnat migrantlari soni asta-sekin kamayadi. Mutaxassisning so'zlariga ko'ra, O'zbekistondan Rossiyaga mehnat migratsiyasi allaqachon eng yuqori cho'qqiga chiqqan. Uning ta'kidlashicha, ko'p yillar davomida kuzatilgan avvalgi o'sish to'xtagan. Ergashevning fikricha, pasayish tendensiyasi ancha sezilarli. Hatto eng konservativ prognozlarga qaramay, Rossiyaga ishlash uchun kelayotgan o'zbekistonliklar soni kamayadi. Biroq Rossiyaga o'zbekistonlik mehnat migrantlari uchun hali ham asosiy yo'nalish bo'lib qolmoqda. Mutaxassislarning hisob-kitoblariga ko'ra, har yili 1,5 milliondan ortiq O'zbekiston fuqarolari Rossiyaga keladi. Biroq ba'zi migrantlar asta-sekin boshqa mamlakatlarni tanlashni boshlamoqda. Tobora ko'proq odamlar Buyuk Britaniya, Niderlandiya va Sharqiy Osiyo mamlakatlarida ishlashni o'ylamoqda. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, g'arb mamlakatlariga migratsiya ko'lami hozirda Rossiyaga qaraganda ancha kichik. Rossiyaga borayotganlar soni millionlab bo'lsa, Yevropa mamlakatlariga atigi 10 minglab odamlar migratsiya qilmoqda. Avvalroq Rossiya Ichki ishlar vazirligi 2027-yildan 2030-yilgacha migrantlarni uyushgan holda yollash bo'yicha tajriba o'tkazish rejasini e'lon qilgan edi. Yangi tizim mamlakatning bir nechta mintaqalarida xorijiy ishchi kuchini jalb qilish qoidalarini o'zgartirishi kutilmoqda. Xorazm viloyati hududida Rossiya armiyasi bilan shartnoma tuzib, Ukrainadagi urush harakatlarida qatnashgan O'zbekiston fuqarosiga oid jinoyat ishi ko'rib chiqildi. Sud hujjatlariga ko'ra, Yangibozor tumanida yashovchi 1995-yilda tug'ilgan Rossiya qurolli kuchlari safida xizmat qilgani uchun javobgarlikka tortilgan. 2023-yil boshida ishlash maqsadida Rossiyaning Sankt-Peterburg shahriga borgan avvalgi metall konstruksiyalar va ishlab chiqarish korxonasida chilangar bo'lib ishlagan. Keyinchalik qurilish ishlarida yurgan vaqtida Rossiyada vaqtincha yashash qoidalarini buzgani uchun ushlangan. Shundan keyin unga Rossiya armiyasi bilan shartnoma asosida xizmat qilish taklif qilingan. Hujjatlarga ko'ra, muhojir 2023-yil 24-iyul kuni Rossiya Mudofaa vazirligi bilan 2 yillik harbiy shartnoma imzolagan. Unga oyiga 200 ming rubl maosh va'da qilingan. Keyin esa Rossiya armiyasining harbiy guvohnomasi va shaxsiy raqami berilgan. U Ukraina hududidagi Lugansk viloyatida joylashgan harbiy poligonda taxminan 1,5 oy tayyorgarlikdan o'tgan. Bu vaqt davomida avtomatdan otish, granata uloqtirish, birinchi tibbiy yordam ko'rsatish va boshqa harbiy mashg'ulotlarda qatnashgan. Keyin unga zirhli kiyim, kaska, qurol va o'q-dorilar berilgan. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, u Ali degan shartli nom bilan xizmat qilgan. Ayrim vaqtlarda okop qazish va yaradorlarni evakuatsiya qilish ishlarida qatnashgan. Keyinroq esa harbiy lagerda oshpaz bo'lib ishlagan. 2025-yil may oyida esa Ukrainadagi Volchansk shahrida razvedka ishlariga jalb qilingan. Sud hujjatlarida aytilishicha, ushbu vaqt davomida Ukraina harbiylari tomonidan asirga olingan. Keyin esa Rossiya va Ukraina o'rtasidagi asir almashish jarayonida ozod qilingan. 2025-yil sentyabr oyida Sankt-Peterburg-Urganch aviareysi orqali O'zbekistonga qaytgandan so'ng Rga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Sudlanuvchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 154-moddasi 1-qismi bilan aybdor deb topilib, 3 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Keyin Jinoyat kodeksining 57-moddasi qo'llanib, 2 yil 9 oy 3 kungacha qisqartirilgan. Sud jazoni umumiy tartibdagi koloniyada o'tashni belgilagan. Shu bilan birga sud uni Jinoyat kodeksining 223-moddasi bo'yicha aybsiz deb topgan va ishning bir qismi tugatilgan. Himoyachi advokat apellyatsiya shikoyati kiritilib, sudlanuvchiga aybiga iqror bo'lgani va qilmishidan pushaymonligi va avval sudlanmagani va mahalladan ijobiy tavsisnoma berilganini aytgan holda unga ozodlikdan mahrum qilish emas, balki ozodlikni cheklash jazosi berishini so'ragan edi. Biroq Xorazm viloyati sudi apellyatsiya shikoyatini qanoatlantirmadi.
Rossiya Davlat Dumasi deputatlari bahorgi sessiya davomida yangi qonun qabul qilishni rejalashtirmoqda. Unga ko'ra, hujjat berilgan kundan boshlab 1 yil davomida 10 oydan kam ishlagan mehnat migrantlarining yashash guvohnomasi va vaqtincha yashash uchun ruxsatnomasi bekor qilinishi mumkin. Bu haqda Parlament quyi palatasi raisi Vyacheslav Volodinga tayanib, Kontekst xabar berdi. Qayd etilishicha, ushbu shartlarni tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq bo'lmagan shaxsiy, uy xo'jaligi va shu kabi boshqa ehtiyojlar uchun jismoniy shaxslar huzurda ishlaydigan chet elliklarga ham tatbiq etish taklif qilinmoqda. Agar hisobot yilida bunday faoliyat 10 oydan kam amalga oshirilgan bo'lsa va yoki o'zi va qaramog'ida bo'lgan har bir oila a'zosi uchun belgilangan avans to'lovi ko'rinishidagi daromad solig'i 10 oydan kam muddat uchun to'langan bo'lsa, hujjatlar bekor qilinadi. Vyacheslav Volodinning so'zlariga ko'ra, so'nggi 3 oy davomida migrantlarga berilgan 8 dan ortiq yashash guvohnomasi bekor qilingan bo'lib, bu 2025-yil boshidagi ko'rsatkichga nisbatan 90% ga ko'pdir. Shuningdek, yangi yashash guvohnomasi va vaqtincha yashash uchun ruxsatnomalar berish hajmi sezilarli darajada kamaygan. Mos ravishda 27,8 va 27,5% ga. 2026-yil 1-iyuldan boshlab Pskov viloyatida patent bilan ishlaydigan migrantlar uchun bir nechta ish turlari yopiladi. Farmonni viloyat gubernatori Mikhail Vidirnikov imzoladi. Chet elliklarga kuryer, taksi haydovchi va sotuvchi sifatida ishlashga ruxsat berilmaydi. Taqiq alkogol va tamaki mahsulotlarining chakana savdosi, yo'lovchi tashish, taksilar, kuryerlik xizmatlari va oziq-ovqat yetkazib berish, restoranlar, kafelar, tez ovqatlanish restoranlari va o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish muassasalariga taalluqlidir. Ish beruvchilarga migrantlarni ishdan bo'shatish va boshqa ishchilarni yollash uchun 2 oy vaqt berildi. Cheklovlar Belarus, Qozog'iston, Armaniston va Qirg'izistondan kelgan xorijiy fuqarolarga taalluqli bo'lmaydi, chunki ular patentsiz ishlashlari mumkin. Barcha tahdidlarga qaramasdan Moskvaga kelganingiz uchun rahmat. Vladimir Putin. Rossiya prezidenti g'alabaning 81 yilligi arafasida Mirziyevning Moskvaga tashrifini mustahkam munosabatlar belgisi deb atab, bu shunchaki do'stlik emas, balki birodarona hamkorlik ifodasi ekanini ta'kidladi. Shavkat Mirziyoyev esa g'alaba Rossiya va O'zbekiston xalqlari uchun umumiy ekanini, bu tarixni yosh avlodga yetkazish muhimligini aytdi. U safar oldidan urush faxriylari bilan uchrashib, ularning salomini Putinga yetkazgan.